Bu juftligimizdagi ayolimizda tuxum zaxiralarini juda ham pastligi aniqlandi. Bunday holatlar bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor tuxum hujayralarning zaxirasi pastligini ko'pincha shu ota-onalarimiz ahamiyatga olishmaydi, chunki qizlarimizda menstrual sikl boshlangandan keyin har oyma-oy buni nazorat qilib borish kerak. FSG, LG, AMG miqdori ko'riladi. Agar AMG miqdori birdan past bo'lishni boshlasa, turmush qurganlaridan keyin hayz siklda o'zgarishlar boshlansa, uzoq muddat hayz ko'rmaslik holatlari bo'lsa va FSG, LG miqdorlari undan yuqori bo'lishni boshlasa, albatta reproduktor nazoratiga shoshilishlari kerak. Biz to'laqonli check-uplardan o'tkazgandan so'ng ultratovushda tekshirib, tuxum zaxiralarini ko'rib, ularga demak biz kerakli bo'lgan sog'lom turmush tarzini va kerakli bo'lgan o'sha gormonal preparatlar yoki bo'lmasa vitaminlarni bergan holatda homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib, vaqtni yo'qotmasdan tezroq kirishga harakat qilamiz. Va bizda shu 10 ta ayol murojaat qilishganda homiladorlikka tayyorgarlik davrida 1 yil ichida 10 tadan 7 ta ayolimizda homiladorlik kuzatilib kelmoqda. Doktor, menga ham yordam bera olasizmi? Albatta, sizga ham yordam beramiz. Inshaalloh siz ham ona bo'lasiz.